Bahor yaratish va yashnatish fasli. Ayniqsa quvaliklar yilning shu faslini xush ko'radilar. Shu bois Quva tumanidagi Madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida bahor fasli kelishi bilan yaratuvchilik tadbirlari boshlanib ketdi. Mahalla asosan gulchilikka ixtisoslashgan, shuningdek mevali hamda manzarali daraxt ko'chatlari ham yetishtiriladi. Qishloq gulchilari xorijga gul eksportini yo'lga qo'yishganiga qoyil qolmay iloji yo'q. Mehnat faxriysi Tohirjon Azimov gulchilarning ustozi. Bugun o'g'li Bahromjon Azimov ham ota izidan bormoqda. Uning qo'li bilan yaratilgan turfa gullarning bozori chaqqon. Bu sohada 3 yildan beri shug'ullanib kelyapmiz. Daromad ham o'ziga yarasha, Xudoga shukr. 40 million, 50 million bo'lyapti. Bel Xudo xolasa endi natijani 80 million kutyapmiz. Nimani istasangiz bor. Faqat harakatdan to'xtab qoladigan bo'lmasi kerak. Harakat mehnatiga yarasha bo'lyapti. Madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini faollari tashabbusi bilan mehnat faxriylari uchun milliy urf-odatlarimizni o'zida ifoda etgan bayram tadbirlari o'tkazildi. Unga uzoq yillar turli sohalarda ishlagan, ayni paytda nafaqada bo'lgan mehnat faxriylari, nuroniylar va yoshlar vakillari taklif etildi. Mahalladoshlar hududda qurilish bunyodkorlik ishlari amalga oshirilayotganini e'tirof etdilar. Diydorlashuv jarayonida yurtga tinchlik, omonlik, dasturxonlarga qut-baraka tilandi. Yaratilajak hosillar barokatli bo'lishiga ezgu tilaklar aytildi. Bahor fasliga chiqdik. Mahallamizda juda katta obodonlashtirish ishlari bo'lyapti. Bu mahallamiz asosan gulchilik bilan shug'ullanamiz. Driverimiz gulchilik. Mana mahallamizda shu 408-sonli qaror ijrosi bo'yicha yangi patistansiyalar qurildi. Yangi tepalar, mana 8-tepani almashtirdik. Qo'shimcha yana bitta tepa qo'ydik. Ichimlik suvlarini olib keldik. 1,5 metr masofaga toza ichimlik suv bilan ta'minlandi mahallamiz. Mahallamizda ariq-zovurlar tozalanib, obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Bugun mana mahallamizda eski an'ana bo'lib qolgan mahallamizda daro'shanasini o'tkazdik. Xalqimizning kayfiyati yaxshi, xalqimiz yurtboshimizdan minnatdor, viloyat hokimimizdan, tuman hokimimizdan minnatdor bo'lib, ko'tarinki kayfiyatda yuzlaridan nur yog'ilib xizmat qilishib kelmoqda. Shu kuni homiylar tomonidan mahalla ahliga bayram dasturxonlari yozildi. Badiiy havaskorlarning chiqishlari orqali yig'ilganlarga bahoriy xush kayfiyat ulashildi.